Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Eynik proqramımıza xoş gəldinlər. Bugün uzun vaqtdan keyin yəni sizlər bilan yüz görüşüb turibdimiz. Elşad aka, siz xoş gəldiniz. Rahmat, xoş buldum. Bugün aldığınlarga bəlkім anlığan, bölgən, bilib turuyatqan bir tema aldığında çıxıb turibdimiz. Yəni Amerikanınki Maduro'nun tutuşu bu xalqaro qonunni buzamdi degan temada. Hamda necha vaqtdan qiziq tema bo'ldi. Bu to'g'riliq suhbatlar elinib berilgan bo'ldi. Ammo har kishininki deydigan gapi, o'ylagan ko'z qarashlari o'xshamagan bo'lishqa, bizmi bu temada bir suhbat etib boraylik. Bu bir aynak bo'lgandan keyin boshqa bir aynakdan bir qarab baqsaq, balkim bir o'xshamagan boshqacha bir yangi gaplar chiqishi mumkin degan asosda buni aldığınlarını çıkıptık. Aka bunu hem de başlaştım burun bunu hem de kısıkça biraz toxtup anikeni bunun oxşaş bir faaliyetler bunda ve hareketler boğan anikeni şu asıl sistemi başlap giteyler. Buldu. Bo'libmi Amerikanınki budaq etim bu Maduro'ni mana degan vaqtida bu yerda bir cho'ng ro'shan farq bor. Budaq etim bu Maduro'ni tutishi Amerikani. Amaliyotda oldingi qitim programmada azroq to'xtaldik. Amerikanın birinchi qitim emas, ammo budaq qitim qilsa o'xshamaydi. O'xshamaydigan yeri Maduro'ni tutib kelishning oldida Amerikanınki New York'dagi bir sud Hoş. aybnomani qabul qildi. Shuning bilan Maduro'ni atkazchilik bilan aybladi. Mana degan vaqtida Amerikanınki davlat qonunini ishiltib, bir boshqa davlatning raisini, yana prezidentini aybladi. Undan keyin Amerikanınki qonun ijro organlari harbiylarning yordamida Venezuelaga berib bu Maduro'ni tutib akilib sudda birinchi qitim ko'rishdi, jinoyatni olmaydiganligini, e'tirof qilmaydiganligini bildirdi Maduro. Shuning bilan xalqarada hozir bir cho'ng buning keyindilla hamda menimcha shaxsan o'xshamaydi deganimiz. Buning keyindala bir qaysininki o ismini ko'tarilib qoldi. Shu Amerikaning dangliq bir matbuaninki, yana televiziyaning Trump efendimni Aqsaroyda ziyorat qildi. Ziyorat qilib, bu yerda bir savol so'rdi. Naydi aniq. Sizning xalqaro qonun dedi Trump efendim, xalqaro qonuniga qanday qaraysiz dedi. Xalqaro qonun deb uniki men odam o'ldirmayman, yaxshi odamlarga zulm solmayman. Xalqaro qonunni men tushuncham bo'yicha ijro qilaman degan ma'noda javob berdi. Bu yerda bu nima deydi deganda xalqaro qonun Amerikaningki manfaatiga uyg'un bo'lsa, mang'uzimiz uyg'un bo'lmagan vaqtida xalqaro qonunni qarib qo'ymaymiz deb bu bir ochiqla deyildi endi. Xalqaro qonun deganimiz nima degan vaqtida bu azroq oqiga maqsad. Xo'sh. Xalqaro qonuni Ikkinchi dunyo urushidan keyingi BDT bilan şekillendi. Onun aldıda dünyada asasen kim güçlü olsa şu soraydı. Yani insanlar hakkaniyetini muşulan hal kılattı. Orman kanunu demek çok siz yani. Ha? Orman kanunu demek çok. Orman kanunu desek mi buludu? Şu orman kanunu mu deyimiz? Şu kim güçlük olsa o vaklarda Birinci Dünya Urushu'nun aldıda hemmesi imperiye qaysi güçlük olsa zeminni egalli olsa şununki zemin xalqni bo'ysundirib olsa xalq shuning uludu podshoga ya imperatorga masalan Birinci Dünya Urushu'da g'ulagan Çar Rusya imperiyasi, Osmanlı imperiyasi, Büyük Germaniya imperiyasi, Avstriya, Vengriya imperiyasi, 4 imperiya shu vaqtida g'uladı. Onun aldıda Xitoyning Manchung imperiyasi mi g'ulagan hamdi. O Birinci Dünya Urushu'nun burunaraq. Bular hammasi shu vaqtida shu qudratga kuch bilan
Birinci Dünya Vuruşu'dan keyin Amerika'nın teşebbüsü bilen, yana Wilson Woodrow'nun ki teşebbüsü bilen birinci qitim xalqarada Devletler Birliği degan bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatta arkalık şu Avrupa'nı asas kılan xalqaradaki devletlere cidden hal kılmakta buldu. Lekin bununla Germaniya narazılık bildirdi, Yaponiya narazılık bildirdi. Aldı bilen Yaponiya bunundan çekilip gitti. Manjuriya meselesinde Yapon Manjuriyani egallab, buniki uyada Manjuriya hükümetini kurgandan keyin padişahlığı, yani Puyi başkanı, Manjuriyanın akırk padişahı kurgandan keyin Devletler Birliği'nin bir Lidon degan adam başlayıp Angliyalik tekşireş yümüge verdi. 34 yılı. Evet, bula Yaponiyanı ayıp degandan keyin Yaponiya şunu olarak ki takaslanıyor. Ben bunda teşkilat katlaşmayayım deyip Yaponiya çıktı. Kaynadı onun deyinki Germaniya mı Bolşar vuruşunun keyin Bolşar kirişinin aldı kaynadı Germaniya mı çıktı? Germaniya çıktı keyin Yaponiya çıktı keyin bu devletler birliği asasen paylaşalıkta yaki yok idi. İkinci Dünya Vuruşu başlandı. İkinci Dünya Vuruşu tügegenden keyin Amerika başlık o Devletler Birliği'ni özgertip Birleşken Devletler Teşkilatı degan bilen hem bununla kişilik hukuk aktinamesi ondan keyin Milli Qirg'inchilik aktinamesi qatorliq xalqaro qonunlari bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'nı kurdu. Bu kuruşdagi maqsad nima bu yerda? Qonun, xalqaro qonun ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kuruluşdagi maqsad nima deganda küçük devletlerni, acizlarni oğdan. Yana kanunun asas rolü benim düşüncemde acizlarni yaki pek aciz kalganlarni oğdan kanundaki. Çünkü puluvalara, zoravanlara kanun gerek emas. Ben o'xshamagan devletlerde yaşap geldim. Benim tüzümde, her qanday bir tüzümde en yukarısındaki bay hukuklarla kanundan korkmaydı. Ular bir amal kılıp kanunun bir yoçuklardan faydalanaydı. Mayli demokratiya, yerim demokratiya, mayli diktatör. Demokratiyada yaxshiroq. Ama o'xshashlar en yukarıdakileri bu kanundan faydalanaydı, qachalaydı. En tövendeki koçida çıkıp kalgan, koçida yatadigan, bir vaqt yeysi, yani bir vaqtni bilmaydigan, bularni qonunda qo'rqmaydi. Uni apirib tutsang turmaga solab qo'ysa, turma degan uni baqsa. Shuninga ularni qonunda qo'rqmaydi ustidagi. Endi qonun kim ne deganda, o'sha o'ttirdagi jinini beqish uchun tirishayotgan odamlar qonun shular muhtoj, shularni qo'g'daydi. Endi xalqaro qonunchi deganda o'sha o'ttirdagi devletlarni qo'g'daydi. Masalan, Venezueladek yoki boshqalardek aciz bo'lib qolgan davlatlarni qo'g'daydi deb, endi u qo'g'dash qanday qo'g'dash deganda ularningki egilik huquqini qo'g'dash, ammo diktatorni qo'g'dash emas. Shuning bu yerda xalqaro qonuniy Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kuruluşu vaqtida en çok asas bir kanuni kişilik hukuk kanunu. Şunun için bir yerde bu xalqaro kanuni devletin ilgiligini qo'g'dash bilan birga shu devletninki puhrasini mi qo'g'dash, ularning kişilik hukukini qo'g'dash. Endi bu devlet bir diktatör bo'lib, o'zining xalqini talon-taroj qilgan vaqtida yoki milliy qirg'inchilik qilib qolgan vaqtida qanday qilish degan vaqtida, masalan, Uyg'ur milliy qirg'inchiligidan keyin men milliy qirg'inchilik qonunini o'qidim. Qayta. Amaliyotda davlatlar aralashishi lozim. Ama hech qanday davlat biz uchun aralashmadi. Kosovoda aralashdi. Boshqa yerlarda aralashdi. Chunki u davlatlar milliy qirg'inchilik qilib qolganlar, ojiz davlatlar, kishi kerak bo'lganligidan
xalqaro aralasholadi. Ammo Xitoyga kelgan vaqtida aralasholmadi. Faqat qonunlarni o'tkazdi, jazolarni o'tkazdi, shirkatlarni jazoladi. Ammo uning bilan bizning hozirgi ahvolimizda bo'libmi vatan ichida yana o'zgarish bo'ldi. Uni inkor qilmaymiz. Ma'lum darajada Xitoy aqli chekindi. Lekin biz oldin qatimqida man deganga o'xshash mayli Rahila Davud olsun, mayli Toshpo'lat Tiyib, Yolqin Ro'zi bular yanalar turmada. Hozirgacha izdiraksiz. Bu yerda bu xalqaro qonunninki cheklimiz bo'lib qoldi. Shuning uchun Amerika mana degan vaqtida o'zining qo'lini o'zi ba'zi vaqtlarda xalqaro qonunni qo'g'dayma deb o'zi bir xil o'sal ahvolga tushib qolgan. Bunday ahvollar jiq bo'lganligidan hamda bu Trump apandimga kelganda Maduroni tutish orqali Amerika o'zining Ikkinchi dunyo urushidan keyin chunki BDTni qurishdimi, bu xalqaro qonunlarni tiklashdimi, Amerikaning roli eng cho'ng. Hamda bu yerda men burunmi degan BDT'ninkida masalan 5 bexatarlik doim a'zosi davlat bor. Amerika, burun Sovet hozir Rus, Fransiya, Angliya, Xitoy. Bu 5'ning birisila inkor qilsa, taklifni bu qonun bo'lolmaydi BDT'da. Hamda buni BDT'ni o'z vaqtida qurgan vaqtida Roosevelt efendim shu prezident shuning tashabbusi bilan qurilgan, keyinda uni Truman prezident davomlashtirdi. Mening tushanchamda shu vaqtdagi BDT'ni qurgan vaqtida bu mardlarningki bir jamiyatida qurilgan. Mardlarning. Yana men mardlik qilmas, sizmi mardlik qilamiz, hammamiz mardlik qilgan vaqtida bu mangdigan. Agar namarddan bir kirib olsa, bu mangmaydi. Shuning bilan qurgan vaqtida hammasi mardda ko'ringan bu 5'i keyinda Sovet namardlikni boshladi. Shuning bilan yerim palashda mangdi. Keyinda Xitoy kirdi, texmi bir namarddan birisi qo'shildi. Shuning bilan hozir Xitoy bilan Rus bütün namardlarninki lökçek hammasini yig'ib oldi. Bular kichik bunda davlatlar jiq bo'lgandan keyin BDT'da masalan Uyg'ur masalasini men nechiqitim Amerika, Angliya, boshqa davlatlar ko'tarib akirgan vaqtidami bu namardlar birlashib buni BDT'ninki muzokir qilish tartibiga makramadi. Bu yerda xalqaro qonuni allburun dafsanda qilinib bo'ldi. Bunda bir sharoitda agar bu xalqaro qonuni bo'yicha ish qilamiz desa, namardlar mardlardan bakarak jiq foydalangan, namardlar o'zining xalqini talon-taroj qilar ekan, ularga zulm solar ekan, milliy qirg'inchilik qilib ekan. Ammo lekin mardlar buningga agar shu o'zi tuzgan qonun bo'yicha mang'mar desa, hech qanday amal yo'q, faqat ayblashdan boshqa narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda buni yig'ib kelgan vaqtida Amerikaninki o'zining davlat qonunini ishiltib, Maduroni tutib akilib, buni bu yerda jazolashi isbot dalil bo'lsa, qonuniy jarayoni haqliq bo'lsa, meningcha Amerikaning bu qilmishi xato emas. Xato emas deb qarayman men. Chunki BDT bu yerda bir palash ahvolda. O Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tasdig'i bilan bir zo'ravonni tutish, bir zo'ravonlikni to'sish bu mumkin emasligini biz ko'rdik. Bo'libmi Uyg'urning beshiga bu milliy qirg'inchilik zulmi kelgan vaqtida 2017dan boshlab biz bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xalqaro qonunininki qanchalik ojizligini biz ko'rdik.
Bo'libmi ma'bay degan namertlarning qanchalik lukchak, qanchalik ushuq, qanchalik chidamasligini ko'rdi. Shuning uchun bu xil qonun hozir hamda gumron bo'lib menishni boshladi. Ham buning yomon tarafimi bor. Nima qaysi taraf yomon deganda, ham burun biz BDTga kirib azdır köptür bu meselelerini açığa alattı. Hazır hamda agar bu buzulsa xalqaro BDT mi çugulup menişi mümkün. O vaqtida belki biz kiradigan bu xalqaro sahnami buzuludi. Ham unda yana bir sahna chiqqicha biz hamda o'zimizga tayinib, xuddi hozirgi o'xshash, masalan hozirmi Amerika hükümeti mi asasen Uygur meselesini parlamentde var, avam palatasında, senette var. Ama lakin hükümet tarafından asasen xeyli kayniga sürülüp gitti. Xalqaranınki sahnesi de mi haberlerde var, ama lakin asasen ikinci orunga ötüp kaldı. Demek xalqaro kanunun buzuluşu bizge ma'lum derecede müşküllük, qiyinchilik ep kelyapti. Ep keldi yana. Belkim hozirda mı yamanaraq vaqtlarga duch kelishimiz mumkin. Ama lekin har qanday bir ishni bolalardan mashak kelganiki o'rgandim, to'riklarninki bu har bir ishning xayrligi bor deb. Bizim bor. Nayt cho'ng. Ama unaga tirishish lozim. Xayrlik bo'ladigan deblar osmon qarab saqlab o'tasak bo'lmaydi. Hamda bu yerda bu masalaga menimcha shunda bir tushundirsam to'xtasak bo'ldi. Rahmat. Bu to'g'riliq, Maduro to'g'riliq bir xiljiq to'xtalgan bo'lsa-mu, siz yana boshqa bir nuqtadan qarab turib nihoyat yaxshi bir to'xtalib bergan bo'ldingiz. Ko'rmanlar bunga nihoyat rozi bo'ldi deb qarayman, boshqacha bir ufuq ochildi deb qarayman. Endi ikkinchi bir savolga kelsak, bu xalqaro qonundan foydalanib mustaqil bo'lamdi. Masalan, biz birinchi jumhuriyat bo'lsin, ikkinchi jumhuriyat bo'lsin, qoral bilanmi, yana mustaqil bo'lamadik. Ammo shu xalqaro qonundan foydalanibmi bir mustaqillik bo'lish mumkinchiligi bormi? Bunda davlatlar bormi yani? Nayt yaxshi savol. Ben vatanda vaqtida mana gaplarni anglagan. Hamda siz angladingizmi uqmayman. Bizning vaqtimizda hamda xeyli ochiq so'rinlarda paranglar bo'ladi. Men bir necha yerda anglaganim hamda xeyli azroq o'qigan odamlarning orasidami anglagan bir xabarim hamda gap so'z. Xo'sh. Mesela BDT'ning bir qonuni voqea, bir millatning nopsi 20 milyondan ishib kelsa cho'qim mustaqil bo'lish kerak. Shuning uchun Xitoy Uyg'urning nopsini to'van tutib, yoshirib, bu bizning mustaqilligimiz shunga bo'lamayapti deganni men qilchi qanglagan hamda vatanda vaqtimda. Ba'zilar 20 milyon deydi, ba'zilar uningdan jiqaroq deganlar bor, uningdan azroq deganlar bor. Aytavir 20 milyon atrofida nopsi bo'lsalar bir millatning BDT uni mustaqil qiladi ekan. Keyin azroq cho'ng'ilganiki u BDT'ninki bilimlarini aqtirib qarab, unda bir gapning yo'qligini his qildim, ko'rdim. Chet elga chiqqandan keyin Xitoy yoshirib qo'ygan bo'lsa hamda texmi ochiqaroq desam, BDT'ning unda bir mancha millionga bo'lsa, bu millat cho'qim mustaqil bo'ladi degan bundan nimaninki yo'qligi bema'ni bir gapligini his qildim. Bu birinchi Uyg'urlardagi shu xalqaro qonun BDT'ga bo'lgan ishonchisi. Ikkinchisi esimda bor, Kuytunda bir tabiiy so'ringa borsam, Kuytun ham Qarasuv deydi qo'ydim Uyg'urcha. Shu yerda bir so'rinda bir Uyg'ur ikkinchi jumhuriyatninki, yana 44-yili qurilgan ikkinchi jumhuriyatninki bir tamg'isi bor ekan. Agar bu tamg'ini qo'lga tushirib olsa, Sharq Turkistonning mustaqilligi xalqaro e'tirof qilinadi ekan deb uningki u tamg'ining hozir
Aşu savanning kaynida bir tağ tarafida bir Bortungu degan yer bor. Ma o Tangir tağni. Şu Bortungu degan yerda bir harbiylarning qo'lgan yarasti naiti cho'ng bir ambar var ki bütün milliy armiyaningki milliy mustaqillik hukumatning hamma nemiz shu yerga tamg'im shu yerga agar shu tamg'ini ochqa olsak mustaqil bo'lib ketadiganmiz deb onu anlab şu vaqtida hayron qoldim hamdi. O mu bir o'qigan bir odamning gapi hamdi. Xo'sh. Shuni bilan kayindamcha demidim, ammo chaqchaqligim keldi. Ham chet elda bir yaxshi tamg'ini birini yasab, shunga o'xshab ko'rgan odam bo'lsa, O'rta Osiyoda bir opirib baqsa qanday bo'lar degim keldi. Ammo demidim. Ko'nglim shuni o'yladim. Hem biz bilimiz bu bir ma'nilik bir gap. Bir tamg'i bilan bir millat mustaqil bo'lgan, bir zimin mustaqil bo'lgan narsa bo'lsa, u bak osonga to'xtaydi. Jiq millatlar tamg'ini yasalaydi. Hozir yasig'ini bo'lmaydigan narsa yo'q. Dollarning bu saqchisini yasayotdi xalqlar, bilinmaydigan darajada. Shimoliy Koreya masalan. Shuning uchun hamda chet elga chiqqandan keyin bu har xil variantlarni angladi. Manda bo'lsa Manda bir parça xat var ki şu xat bu mustaqil bo'latdik ki u bu deydigan, yana bir nimalar deydigan har xil gaplarni anladim. Bir narsani tiqyaptiki, yani onu chiqarsa. Tiqyaptiki deydigan. Bu hammasi nima degan vaqtida odamlardagi bizning xalqdagi bir xil mustaqillikka bo'lgan intilish orzusini bildirgan bilan tam bir xil ahmoqona bir tushunchalarni yani bo'libmi xalqaroning kuchiga, bo'libmi xalqaro qonunlarga alohida bo'lgan bir xil cho'qinish va uning ishonch. Hozirgacha kesib aytalayman, hech qanday bir millat xalqaro qonuni bilan mustaqil bo'lgani yo'q. Xalqaro qonun abay dedim, Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan, tiklanib chiqqan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin birinchi xalqaro qonun bilan mustaqil bo'lishga ma'qullangan hozirgacha davomlashayotgan jidal Falastin. Masalan, BDT'ning birinchi qarori shu Falastin degan bu keng zaminni ikkiga bo'lib, Isroiliya, Falastin, Arablar deb bo'lib berdi. 47-yili BDT'dan o'tdi. 48-yili İsrailiya onu qabul qilamiz deb e'lon qildi. Bu BDT'ninki bilan mustaqil bo'ldimi deganda ko'rinishda BDT'ning buni ma'qulladi. Amaliyotda shu vaqtdagi birinchi qitimliq Arab Isroiliya urushini ko'rsaklar, shu urushga qatnashgan Misr mustaqil davlati va armiyasi bilan, Suriya mustaqil armiyasi va Livan mustaqil armiyasi va, Iroq mustaqil armiyasi va, Yordaniya mustaqil armiyasi va 5 asosiy Arab davlati birlikda shu Isroiliya mustaqil e'lon qilgan kunidan tortib besib kirdi. Kirib hozir Yerusalim ham hozirgi Isroiliyaning bir turkum qismlarini egallab qo'rshidi. Ammo bir necha oyning ichida Isroiliya hammasini qo'g'lab chiqarib, hattoki Misr armiyasini qo'rshovga yuborganki asos qismini Misr amalsiz birinchi bo'lib o'zi Isroiliyani e'tirof qilgan va chekindiganga ma'qul kelib askarini chiqib ketdi. Bu yerda men buni deyishim nemani ko'rsatmoqchi? Mustaqillik BDT'ning qog'ozdagi qarori bilan emas, sening kuching bilan ko'rindi. Abay dedik, xalqaro qonun ojizlarni qo'g'daydi. Bakla ojiz bo'lib, hech nimang yo'q bo'lib, yig'lashdan boshqa seningda hech nim bo'lmasa, sening yig'angni anglaydi xalqaro qonun. Sana istaşlık qilib bayonot e'lon qiladi. Agar sen ojiz, ammo haqni putlay oladigan, diqqat qilmagan vaqtda biraj kumush atalaydigan kuching bo'lsa, xalqaro qonuni sana shuningga tushliq qaror loyilab beralaydi. Mana degan vaqtida Isroiliyaning shu vaqtida
muşatalaydigan, xalqning burnini qanitalaydigan narsa bo'lg'ashqa BDT'ninki qarori bilan shu davlatni qurib chiqdi. Oxirsida hozir bugungi kunga kelgan vaqtida arablarga bergan Falastinni ishg'ol qilib, shu yerda urushni davomlashtiryapti. Uningdan boshqa hamda bu birinchisi. Biz Kosovoni deyli, mayli Indoneziyada mustaqil bo'lgan Sharqi Temur deyli, yoki Afrikadagi mustaqil davlatlar bo'lsin, Osiyodagi mustaqil davlatlar bo'lsin, Ikkinchi dunyo urushidan keyin hammasi o'zining ma'lum darajada kuchi bo'lganligidan qarshi dushmanini suhbat ustiliga so'rab akalgan vaqtida xalqaro qonuni bilan BDT aralashib mustaqillik chegarani ayirib bir o'zining erkinligini oldi. Bu yerda hech qanday bir millat faqat BDTga yig'lash bilan mustaqilligini olgani yo'q. Yoki BDTning qonuni bilan mustaqilligini olgan millat yo'q. Faqat o'zining kuchini ko'rsatib, "Ma mening yerim. Agar sen ma'qul demasan, men urushib olaman, qon to'kib olaman" degan vaqtida uningdan keyin xalqaro qonuni ya bunda qilsak, o ikki tarafning urushi bilan jiq xalqlar qon to'kiladigan degandan keyin shuning bilan bu xalqaro qonuni bilan BDTning aralashishi bilan cho'ng davlatlarning aralashishi bilan bu hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Shuningga biz bo'libmi mening chet eldagi Uyg'urlarningki voy BDTning qonuni uchun bu mustaqil bo'lolmaydi, shuning uchun bunda desak bo'lmaydi, u bu anda deyish kerak, mana deyish kerak. Ma'ni topa olsak mustaqil bo'ladi. Hammasi o'zini ahmoq qilishdan boshqa narsa emas. Oldi bilan o'zingni kuchayt. Xalqning burunni qanotqidek kuching bo'lib, uningdan keyin xalqaro qonundan foydalangan vaqtida butun foydani olaymiz. Agar biz o'zimiz ojiz, yig'lashdan boshqa ishdan bo'lmasa, shu yig'lash bilan o'tadi. Xalqlar ko'zining yishini etib qo'yadi, yoki azroq kampit beradi. Birdan ma'ning bilan o'zini xo'sh qilib ol deb. Ama uningdan ortiq narsa elinmaydi. Shuningga xalqaro qonun o bir reference yoki foydalanishga bo'ladigan bir materiallar yoki qonunlar. Bundan foydalanamiz. Onu inkar qilishga bo'lmaydi. Chunki u ajizlarni qo'g'daydi. Biz ajizlarga kiramiz. To'g'ri. Ajizlarni qo'g'daydi. Ammo lekin butun shu uninglar voy mushuning bilan biz mush BDTning qonuniga, xalqaro qonuniga mushuninga tushsak mustaqil bo'ldik ekanmiz deb, ashuninga tushirma deb, shuninga tirishish umi ahmoqonlik. Yana shu qonunni majbur qila oladigan kuch bo'lish kerak bu yerda. Bu muhim. O yilqi tamg'ini izlab yurib, nopsninki sonini surishtirib ve yutib ketgan xatlarni izlab yurib, ani xoin, ma munofiq, asitvatdi, ma tashlivatdi. Bu hal qilmaydi masalani. Masalan, ba'zilar bizningki shu vatanninki mustaqillik uchun kurash qilganlarni to'xtamay ayblaydiganlar bor. Bugün menga esime şu keldi. Dalai Lama. En dastlabda berib Mao bilan ko'rishib Beijingda nihoyatda yaqin o'tishgan. Hattoki Kommunist partiyaga kirishni talab qilgan. Men kirman, men marksizmchi bo'laman deb. Lekin keynida Xitoy kommunistlari buningga bergan va'dasini tumay Tibet xalqini talon-taroj qilish, ularning e'tiqodini dafsanda qilishni boshlagan vaqtida uningdan keyin yeniliklarninki tavsiyasi bilan Dalai Lama 10 ming
adamlarını agashtirib Hindistonga qechib ketdi. Ama Tibetler Dalai Lama'ni sen Mao Zedong bilan birga qo'l elishib ko'rishgan, kommunist o'lma degan deb uni xoin demidi. Uni xoin demidi. Uni ayblamidi. Uning kaynidagi o'zining xalq uchun qilgan to'kpisini ko'zida tutib va uning tirishchanligini ko'z tutib, shu Beijingga berishini shu millatning taqdiri uchun izlangan bir izdinish deb tushundi Dalai Lama'nikini. Shuning uchun ular hozirgacha yana shuni davomlashtiryapti. Dalai Lama to'xtamay Xitoy bilan suhbat kuchimiz deyapti. Ko'rishimiz dedi, ko'rishdi, paranglashdi, natijaga erishamadi. Ama Tibetler Dalai Lama'ni sen Xitoy bilan ko'rishding deb munofiq demadi. Bizga o'xshash Xitoy bilan qon kechib ko'rash qilganlarni biz hozirgacha o'lib bo'lgan, go'rda yetib bo'lgan, shularni uxlatmay go'rida. Ularni xoin deb tilayapmiz. Bu o'ylashga tegishlik narsalar. Bizning ajdodlarimiz yoki burungi 40-yillardagi, 30-yillardagilar izlandi. Xatoliklarni o'tkazdi. Ama lekin ularning shu davrida shu izlanish yo'llarining hammasini sinadi. Bo'lmagan vaqtida ularni hijrat qilib chiqib, bu Uyg'ur davosi, ya'ni erkinlik bu mashalni bizga topshirdi. O'tni o'chamidi. Shu o'tni vildab aran o'chib qolay degan shuni pudab, uni yana lovuldatib bizga topshirib berdi. Xatoligini tajriba savoqlarni o'rganamiz, ammo o qon kechganlarni aldirab xoin munofiq deyish mencha unda bo'lmaydi. Xalqaro qonun hech kimni mustaqil qilib berolmaydi. Bir millatni mustaqil qildigan, bir zaminni mustaqil qildigan, shu zaminda yashagan shu millatning irodasi. Oldin ketimdimi dedim, millatning mustaqil bo'lishining birinchi omili o'zidagi iroda. Bizda o iroda bor. Qag'iniga o'zimizni tayyorlaymiz. Mayli strategiya jihatdan, taktika jihatdan, bilim jihatdan, aql jihatdan, hammadan tarbiyalab biz yetilgan vaqtida vaziyatning qanday foydalanishini bilgan vaqtimizda bu fursat keladi. Shuning bilan erkinlikka erishimiz. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat aka. Nihoyatda yaxshi bir nuqtadan yo'ritib bergan bo'ldingiz. Men buni ozroq bir ilova qilib qo'yay. Hamda Liqabay dedik emasmi? Bu qonun bilan emas, uning qarta bir kuchimiz bo'lish kerak deb. Hamda nimada Ispaniyada qo'ydim. Ispaniyada nima qilgan bosiqlar bor. Bular ham ayni vaqtda bizga o'xshash tilajeklangan bosiq millat deydigan bular. Tilajeklangan, masalan, anikayda Irlandiyaliklar bor, Angliyaniki. Ular ikkilisi mustaqillik jarayonida bir tarafda bularning bir qurolli kuchi bo'lsa, yana bir tarafda bularning bir siyosiy partiyasi bor. Siyosiy partiya ikkisi qurolli kuchi keyingi mezgillarda terrorchi deb atalib ketdi xalqlarda, ammo siyosiy partiyasi hozirmi davom qilyapti. Shu ikki qanot teng bir kuchiga vaqtida buningki bir tarafdan bu boshqalarning bir kuch ko'rsatadigan va qurolli kuch bilan aninkidan buning bir siyosiy qanoti bular bir gavda holatda xalqaro bir faoliyat ko'rsatilgan vaqtida aninkidan bu yerda chiqadigan natija tegim yaxshi bo'lishi mumkin deb qarayman. Rahmat aka, sizga vaqtingizni ajratib nihoyatda qimmatli fikrlaringiz bizda o'rtoqlashdingiz. Ko'rmanlar hozir shu masalan ba'zi dunyoning har qaysi joylarida ko'ryapti. 18 ko'rmanimiz boshida ko'ryapti. Sizlarga rahmat. Aka, rahmat aytamiz. Keyin ko'rishdik. Ekran oldidagi qarindoshlarimga rahmat. Bo'ldi, qarindoshlarimizga kelar qatim ko'rish amon bo'linglar. Allohga omonat. Alloh